güzel. Men bundan 2 yil oldin allergiya bilan yomon kasal bo'ldim. Hamma yo'g'imga qizil narsa toshidi. Umuman yurishga ham o'tirib ham turolmasdim, turib o'tirolmasdim. Endi chochimgacha to'kilib ketgan edi. Endi buni mani krasniy valchinka deyishdi. Endi diagnozni har xil qo'yishdi. Andijonga professorga bordim. Endi xullas Toshkentga bormadim. Mana shu yerda yaxshi doktorlarga uchradim. Hech oldiga yurmadi. Gormon kerak deyishdi. Gormonni ham qabul qildim. Endi mana shu nimani topib borib, shu yerda konsultatsiya qildilaringmi? Shu yerdan o'tdim, keyin shunga qiziqdim. Menga o'xshaganlarni ko'rsatishdi, yaxshi bo'layotganini ham ko'rsatishdi. Ana ixlos qilib ichuvdim. Mana 1 oy ichida ancha o'zgarish bor. Qo'limni qizillarini joyida yo'qolyapti, sekin-sekin oqarishni boshlayapti. Oyog'imda, qo'limda, bo'ynalarim yomon qora qizilib ketuvdi, bo'ynalar. Endi namozni umuman o'tirib o'qirdim, tura olmasdim. Mana shu dorini ichganimdan beri bemalol o'tirib, turib o'qiyapman. Oyoqlarim yengil. Mana tizzamni mana shu yerda hech ham bukilmas edi. Mana hozir Xudoga shukr bemalol yerda o'tiryapman, turyapman. Yaxshiman. Sekin-sekin sahrni topshirdim. Har safar menda 9 u 7 chiqardi. Endi mana 5 kunmi, 4 kun bo'ldi, 7 chiqdi endi. Endi menda hali yomon ozish bo'lib ketdi, hali kichkina bo'lib ketdi. Mana 1 oy ichida jicha sal et oldim. Nimagadir o'zimga rosa qiziqish bo'ldi mana shu dorida. Yaxshiman. Xulosasi yaxshi.